Ko'pchilik bilmaydi. Oddiy mana shunaqangi uzumtoqlarni keyinchalik ajoyib bo'lgan, mana shunga o'xshagan zo'r navesga aylantirsa bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Uzumtoq qildirib turgan paytlaringda qalin materiallardan foydalanib, svarkalarni mustahkam qilib, zo'r qilib yasasa, xudo xolasa, keyinchalik ustini xohlanglar mana shunaqangi shumkali qilib, profnasli tunika bilan yopsa ham bo'ladi, yokida bo'lmasa, leksan, manelit bilan yopib, naves sifatida foydalansa ham bo'ladi. Ushbu xonadonimizga hozir naveslarni o'rnatib beryapmiz. Agar sizlarga ham naves, uzumtoq qildirmoqchi bo'lsalaring, bemalol mana shu nomerlarga telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa, ishlarimizga kafolat beramiz. Uzumtoqlarimizni hozirgi kunda narxi 1 kvadrat uchun 150 mingdan 250 minggacha bo'ladi. Uning ichida hamma narsasi, materiallari ham, usta haqqisi ham ichida bo'ladi. Agar naveslar bo'ladigan bo'lsa, kvadrati 300 ming so'mdan boshlanadi. Uni ham hamma xizmatlari, materiallari ichiga kirib ketadi.